1953-yil Lubnonning Sayda shahrida musulmonlar payg'ambarimizning tug'ilgan kunlarini odatdagi bayramlardagidek osmonga o'q otish bilan nishonlar edi. Lekin o'qlardan biri mashhur nasroniy G'attos oilasining kichik qizi boshiga qaytib kelib tegdi. U yerdagi shifokorlar zudlik bilan uni Bayrutdagi Amerika universiteti shifoxonasiga ko'chirishdi. Lekin borgan sari ko'p qon ketar, shifokorlar nima qilarini bilishmas edi. Shunda nasroniy ayol: "Ey Muhammad, musulmonlarning payg'ambari, qanisan kel, ummating mening qizimni ne ahvolga solganini ko'r" deb baqirar edi. Shu payt shifokorlardan biri chiqib, u qizi bilan vidolashib olishi uchun ichkariga kirish kerakligini aytdi. Achinarli holga kelgan onaning vujudini titroq bosdi. Bazo'r eshikni ochdi-yu, hayratga tushdi. Qizi karovatda o'tirib, "Eshikni yoping, ona, chiqib ketmasin, yoping" derdi. Ona vaziyatdan gapira olmay qoldi.